soy uyg'on. Alo. Nima bo'ldi? Voy agar chaqiryapti kimdir. Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Soyk va ko'rishlar mumkin yangi akkauntda like va obuna bo'lib podashka qilasizlar degan umiddaman. Unday bo'lsa boshladik. Qishloqqa nimaga chaqirganini ko'raylik-chi, tak. Qishloqqa nima bo'ldi? Yo-moyo, hamma joy qurib ketdi-yu. O'shaning uchun turg'izdim. Короче, boru, sening fermangning hamma joyi dabdalash chiqib ketdi, bildingmi shuni? Nima? Meni fermamga nima bo'libdi? Tushunmadim, qani? Ko'raylik-chi. Yo-moyo, nima bo'ldi? Voy, yo-moyo, muzga ketdi Mahmud. Suv muzga ketdi. Yo. Hali nozik suv muzika yo-moyo. Xullas qishloqqa hamma qishloqlarni yaqinda bitta joyga to'plab qo'ygan nima sabzavotlarni olishimiz kerak, tushunarlimi? Tushunarli, hozir yig'aman. Okey, men ungacha kiyimni almashtirib olaman. Juda ham sovuq qotib ketdim. Mayli, ko'raylik-chi endi sandiqda nima bo'lar ekan. Okey, kiyimlarimni olaman. Men kiyimni olaman. Telefonimni ham olsam bo'ldi. Normal. Men kiyimlarimni kiyib olaman. Juda ham sovuq qotib ketyapman. Yo-moyo, qish уже boshlandi bo'la. Yangi yil bilan tabriklayman. Endi yangi yil bo'lmadi-yu hali, endi bo'lib qoladi yaqinda. Kutib qoling. Kutyapman men, normal kutyapman. Like bosib kanalga obuna bo'lib kutib turinglar sizlar ham. Tak, unday bo'lsa ketdik, nima boshqa narsalarni olaylik. Chaqirdingmi qishloqqa? Okey, qara, уже qor yog'ib hamma joy ketdi. Chaqirdingmi? Alo. Chaqirdim, mana nima hammasi bitta joyga to'planib turibdi. Okey, mayli. Men ungacha boshqa ishlarni qilib turaman. Jashim yo'q, oldiga boraman. Ana turgan ekan. Okey, skladni ham to'ldirib qo'yishimiz kerak edi. Mayli. Qishloqlar kelibdi уже. Da, qishloqlar kelibdi. Ishni buyurib tashay. Xullas qishloqlar eshitinglar. Mana ko'rishlar mumkin qor yog'yapti. Qor yog'ib kuchayib ketyapti. Da, so'ng ko'rdik. Xullas shu fermani hammasini olib, narsalarni olib turib, xullas hammasini olib tashlashimiz kerak. Bo'lmasa ular o'lib ketishi mumkin. Tushunarlimi? Unday bo'lsa boshladik. Xullas qishloqlar bildinglar-da, yig'ib qo'ydinglarmi? Da, so hammasi yig'ib qo'ydik. Ana sandiqning ichida turibdi hammasi. Okey, sandiqning ichida deydilarmi? Tak, ko'ramiz. Shumi? Tak, normal. 28 ta bo'ladi. Tak, bir stakdan ko'p chiqibdi. Savzimiz, normal. Ammo urug'lar 57 ta. Bo'ldi, uyga olib borib qo'yib qo'yaman. Ketdi. Endi men sizlarga nima baza quray. Da, vashchi sovuq ketyapti. Bu sovuqda baza qurmasak bo'lmaydi. Yer ostiga baza qurib olsak juda ham yaxshi bo'lardi, boru. Okey, shunaqa qilmoqchi o'tirman o'zi. Unday bo'lsa senga omad. Da, omad. Xullas men buni olib ketay endi. Okey. Qishloqqa sen bormadingmi? Yo'q, men o'zimni o'rnimga o'g'limni yubordim-ku. O'g'lingni? Da, o'g'limni yubordim. Mayli, zato o'g'ling bordi-yu. Okey, men unda narsalar qilib turaman. Xullas bo'lim. Yer ostiga bunker qurishim kerak, chunki bunaqa sovuqda yashab bo'lmaydi bo'la. Dahshatli darajada sovuq bo'lyapti. Yana qishloq bo'yi aytdi menga. 79 gradus bo'ladi dedimi bittasi dedi. Juda ham sovuq bo'lar ekan. O'shaning uchun yer ostiga kirmasak bo'lmaydi. Ertaga yer ostiga kiramiz, bitta uxlab turamiz. Okey. Bismillah. Yomon uyqum kelib ketdi. So'yk. Yo, yana turg'izotdi. Nima bo'ldi? Esingga chiqdimi? Nima sovuq bo'lib ketdi-yu, bunker quraman deganing. Aytmoqchi esimdan chiqib ketdi. Uzr. Hozir quraman. Davay, tezroq qur. Sovuqat ketdi butun mahalla. Okey, butun qishloq desa ham bo'ladi. Qani? Qancha bo'libdi? -78 gradus dedimi bittasi? Yo-moyo. Qishloqqa eshitdingmi? Nimani? -78 gradusmi? Nima minus bo'larkan tunda? Da, o'shani eshitdim. O'shaning uchun ham senga aytmoqman, baza qur deb. Da, uzr. Men ketyapman endi. Skladga bitta borib kelay. Hammasini skladdan olamiz. Tak, nimalar bor ekan ko'raylik-chi. Tak, Mahmudda bu sandiqda kechinsa yo'q ekan. Bu sandiqda bor ekan. Hammasini olamiz. Tez olishim kerak.
Yo-mayo, juda ham sovuq bo'lib ketdi. Tezroq bazani quray. Yo-mayo. Necha gradus bo'lib ketyapti ekan. Tezroq pastga tushishim kerak. Hop. Qaziymiz. Tez. Okey, nормально. Bo'ldi. Pastlik yetadimi deyman. Da, yetar ekan. Bo'ldi. Endi to'g'riga qazsam bo'laveradi. Endi to'g'riga qazib o'sha bazani quraveraman, pastlik yetadi. Bo'tga ikkita yeshik qo'yib olsam, nimaga ikkita desanglar, ikkitasi sovuqdan saqlaydi. Bittasidan o'tib ketsa, ikkinchisidan o'ta olmay qoladi sovuq. Oppa, bola qaranglar, temir chiqdi. Endi shu temirni olsam, chunki kerak bo'ladi. Baribir sezonman bittasiga kerak bo'lib qoladi. Ko'rishinglar mumkin, shunaqa qilib qazib oldim. Endi g'ishtlarni qo'yib chiqsam, nimaga g'isht? Chunki g'isht unchalar sovuq o'tkazmasa kerak, adashmasam. Oppa, aytdim soatda. Bo'l, bittasini kutgandim endi. Temirni olib, kirga yasaveramiz qaytadan. Xullas bo'ldi, tashqarisiga ham shunaqa eshik qilib qo'yish miyamga keldi. Shu narsani qilamiz hozir. Chunki o'shanda undan ham issiqroq bo'ladi. Oppa, нормально. Так, yo-mayo, уже sovuqyapti, yana qor yog'yapti. Okey. Eng sovuq tomoni endi keldi. Tak, tamom yomon bo'lib ketdi. Oppa, endi ikkita eshik qo'yamiz. Chunki ikkita eshikda bilasizlar, havo, issiqlik, sovuqlik kirish ehtimoli ancha pasayadi. U ancha issiqni sezaman bo'ldi. Ancha issiqlikni sezaman, faqat nima yerning sovuq, yer ostida sovuq bo'ladi-ku, o'shan sal bo'lyapti, lekin tashqaridan zato issiqroq bo'lyapti qandaydir. Xullas ko'rishlar mumkin, mana chotka qilib qo'ydim, to'rt burchak shunaqa qilib qo'ydim. Endi ichidagi dekoratsiyasini nima kuchaytiramiz, nimalar qo'yamiz ko'rishlar mumkin. Isitish uchun birinchi mana bunaqa qo'yamiz. Mana o'rtaga ikkita g'ishtdan mana bunaqa qo'yamiz. Bunaqa ustiga yopamiz. Bunaqa qo'yamiz. Tak, qanaqa? Chekitagilarni olib tashlasam, yaxshiroq ko'rinyapti. Endi men bu yerga pechkalarni qo'ysam, okey. Opa, yaxshi, normal. Endi men bu tomonga nima yotoqlarni qo'yib chiqishimiz kerak. Tak, qishloqlarga nechta qishloq bor edi? 8 ta qishloq bor edi. O'zim bilan 9 ta nima olib qo'yganman, o'zi yetadi. Tak, bitta, ikkita, tak, 3 ta, tak, 4 ta. Mana bu yerga 5 ta qo'yamiz. Mana bu yerga 5, 6, tak, 7, 8. Tak, qatga qo'ysam bo'ladi 9-chisini. Tak. Tak, qatga tiqsam bo'ladi. Tak. Yo-mayo, joy yo'q. Nima edi? O'rtasiga tiqib qo'yamiz. O'rtasida mazza qilib yotadi. Okey, давайте. Mana endi hech kim o'qimaydi ham o'zi qishloqlarda, adashmasam, bilmadim men. O'qiydiganlar o'qiydi. Qo'yib qo'yaveraman, sizcha zerikkanda odamlar. Endi telefon zaryadkasi tugab qolish ehtimoli ko'p. Endi aniq u. Endi 3 kun turamiz, adashmasam, kamida u ham. Okey. Ancha yaxshi. Mana bu yerga mana buni ham olib nima qo'yib qo'ysak, chiroyliroq bo'ladi. Endi mana bu fakillarni mana bu cheka-chekaga qo'yib qo'ysam, ancha isitib va yorug' qilib tursa, va shu zo'r bo'lar edi. Tak, нормальный, четкий. Tak, mana versaklarni qo'yib chiqamiz. Oppa, mana ko'rishlar mumkin, ancha chiroyli bo'lib qoldi. Mana sandiqlarni qo'ydim, shular hamma narsalarni qo'ydim. Endi qishloqlarni chaqirish qoldi. Qishloqlarni chaqirib kelsam bo'ldi. Bu uncha уже sovuq sezyapman. Xullas, mana eshiklarni yopib qo'yamiz. Sovuq ketmasin. Yo-mayo, uncha sovuq. Vuy. Yo-mayo, yomon sovuq. Ichkari ancha issiq. Tak. Narsalarni olishim kerak, tez. Produktlarni olishim kerak. Nima qishga yetadigan produktlar, hamma telefon, pul, hamma narsalarni olib olsam juda ham zo'r bo'lardi. Tak, hammasini olamiz. Sabzi bir stakdan ko'p yaxshi bemoy yetadi. Tak, urug'larni olib qo'yamiz. Pullarni olib qo'yamiz. Imomni olamiz. Tak, mana buni olamiz. Sandiq kerak yo'q. Bo'ldi. Nima qishloqlarni chaqiray. Oppa, normal. Endi eshikni yopib qo'ying, bo'ldi. Tirik qoldi bu uy. Qishloqlar, bo'ldi. Ketdik. Bazarni qurdim. Bo'ldi. Davay, turlaring. So'y, senga ishongandek. Davay. Hamma ketdi. Davay, nima, ana u yerda orqamda kelaveraring. Okey, tez. Yomon sovuq.
Yomon sovqat ketaman, vashshi ekan, vashshi. Uy, cho'qma uryapti. Yo-mayo. Vapshi qishloqlar kelib qolgan bo'lish kerak o'sha. Yo, nima gap bolalar? Bo'ldi, keldinglarmi? Yaxshi. Hamma shu yerdami? Da, so'ng hamma shu yerda. Juda ham zo'r qilib qo'yibsan lekin. Da, vashshi zo'r ekan. Da, bo'ldi. Xullas, nima tashqarida necha gradus yoki nima bo'layotgani yangiliklarni ko'raylik endi telefonda. Okey, davay qo'ychi. Okey, qani bir ko'raylikchi. Diqqat. Ko'chada sovuqlik 78, -78 gradus bo'lmoqda. O'shaning uchun uyingizdan chiqmaslikni maslahat beramiz. Okey. Bo'ldi, eshitdinglar qancha nima bo'layotganini, sovuqlik bo'lganini. Bo'ldi, endi 3 kunmi, 4 kunmi chiqmaymiz bu yerdan, tushunarlimi? Da, shunda yashaymiz. Ovqatlar yetadi-ya. Da, bemalol yetadi.